o'zlariga ham nagruzka tushmaydi. 800 ming so'm. Albatta 800 ming so'm yo'q pulda to'laverasiz aka. Bilinmaydi ya. Albatta. Obyektimizni shu mashinaga to'laverasiz, tamom. 50 million pulni hech qanaqa foizlasiz. Bunaqangi xursand bo'laman deb o'ylamagan edim. 1.5 oy avval men bir yangilik eshitganman. O'sha yangilikni mana bu yerda Sardorbek menga tayyorlab qo'yibdi. Bu yangilik sir bo'ladi va bu yangilikni hozir aytsam videoni boshida va videoni qilsak, videomiz udayt bo'lishga majbur bo'ladi. To'g'rimi? Albatta. Aka buni kutib tursanglar, xudo xolasa tez kunlarda nasib bo'lsa aka birinchilardan bo'lib aytib chiqamiz. Endi sizlardan iltimos, shuning uchun Haval Yakkasaroyga Toshkentda bo'lsanglar, kelsanglar, nima haqida gapirayotganimizni salonda o'zidan o'zinglar ko'rib ketishingizga ruxsat, hammaga ovoza qilishga ruxsat yo'q ekan. Albatta aka. Nasib bo'lsa bizga tashrif buyursanglar, biz batafsil tushuntiramiz. Lekin buni aytolmasak ham, biz sizlarga aytadigan eng zo'r yangiligimiz bor aka. Xudo xolasa bu yangilikni aytib o'tamiz. Ana endi o'rtoqlar, Haval Yakkasaroy avtosalonidagi avtomobillarda va hozir adashmasa oxirgi 48 oy deganimizni hozir 60 oyga. Albatta. Hozirda aka M6 mashinalar oxirgi marta olganimizda 48 oygacha rassrochka ochilgandi Haval Yakkasaroy avtosalonida. Hozirda naqd 5 yilga avtomobillarni aka olni men bu Onyx Cobalt odamlar vahima qilib yotarchi. Rassrochka ochildi. Endi inomarkalarga biz rassrochka ochib qo'ydik aka 5 yillik. Ana naqdga sotib olgan Haval M6chilar endi rassrochkaga olasizlar. Ikkinchisini aytdik qani ichkariga. Bu yerga monitorlarni ham qo'yib qo'yamiz. Mashinaga misol uchun batafsilroq ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Ko'rib videoroliklardan mashinalar bilan tanishishlari mumkin aka. Xo'p, salonimizda, showroomda barcha inomarkalar mavjud, barcha modellari mavjud aka. Kelib bemalol tanishib, test drive qilib, mashinani individual tanishib, mashina bilan keyin shartnoma qilishlari mumkin aka. Bizga kelgandan misol uchun birdaniga shartnomaga yo to'lov qildirmaymiz. Birinchi test drive qildiramiz. Mashinani har bir menejerimiz, har bir klientlarimizga, mijozlarimizga tushuntirib o'tishadi aka. Xo'p, mashina bilan yaxshi tanishgandan keyin mijozlarimiz uvering bo'lganlardan keyin, "Shu bu qanaqa mashina olibdilar aka? Yaxshi mashinami? Biz garantiyalarini beramiz mashinani, 3 yillik garantiya yoki 150 ming kilometrgacha." Hammasini tushuntirib, keyin mana bankimizni ham o'zimizda aka. Shu yerda o'zi kassa to'lov qilsa bo'ladimi? Ham kassa, ham bank aka. Kredit oformit qilsa ham bo'ladi aka bu yerda. Ham kassaga pul to'lab, shon o'ziga hamma ish bitadi. Men to'g'risi bilmagan edim. Albatta aka. Shu paytgacha bilmagan edim. Chunki boshqa avtosalonlarga bunaqa imkoniyatlar yo'q. Kelgandan keyin mashina xarid qilmoqchi bo'lsangiz, unisi bankka bor, kredit chiqar, pul to'la, kassaga bu degan narsalar bo'ladi. Hamma narsa bizning o'zimizga ketadi. Men bilmagan edim. Albatta, siz pul bilan kelasiz, kofeni ichib aka kutib turasiz faqat. Bitta narsa, Sardorbek aytayotgan narsaga, gaplariga qo'shilaman va bu yerda haqiqatdan ham hozir mana M6 avtomobilni ko'rib turgan bo'lsanglar, tashqarida M6 avtomobilni test drive versiyasi turibdi. Mana bu Dargo avtomobilni ko'rib turgan bo'lsanglar, misol Dargo olaman deb kelsa, Dargoga ham test drive qilib beramiz. Albatta aka, Dargoga ham test, barcha modellarga test drive'larimiz mavjud aka. Kelsalar xudo xolasa bir dona pasport yoki bir dona pravalarning o'ziga biz shuni dokumentlarni qilib beramiz. Bizani belgilangan hudud bor. Bemalol o'sha har xil yo'llardan, tekis yo'llardan, toshlik yo'llardan aka, galotlardan hammasidan o'tgan videoda keyin tekshirib, sinov qilib, albatta sinov qilib, keyin mashinani xarid qilishlari mumkin. H6 model. Men adashdim, bu H6 test drive ekan, hona M6 test drive, Julian test drive qani? Julian test drive'ga chiqib ketgan aka. Ketdi uje. Ha, uje test drive'ga chiqib ketdi Julian. Klientlarimiz haydashga eksklyuziv aka, yangiligimiz bilan birinchi bo'lib tanishtirib o'tamiz. Mijozlarimizni cho'zib o'tirmaymiz. Xo'p, keling aka. Bu M6 mashinamizda bo'ladi, hamma biladi, hamma tanigan. O'sha buni biz obzor qilayotishimiz menimcha shart emas. Qisqacha yana bir tushuntirib o'tib ketaman. 1.5 turbina motor, 143 ta ot kuchi. Xo'p, motor aka Volkswagen bilan совместно ishlangan bo'ladi, Volkswagen bilan. Xo'p, 75% отсинкованный bo'ladi, ya'ni chirimaydigan, zanglamaydigan metal aka, общий tomlari bilan. Ustlari shunaqa bo'ladi, 75% shunaqa bo'ladi. Keyin hozir shu mashinamizga aka 5 yillik oldin avtokredit bo'ldi, odamlar xursand bo'ladi desizlar. Hozir 5 yillik rassrochka ochib qo'ydik. Ana narxini bo'lib to'lashga hech qanaqa foizlarsiz o'zlarining nomlariga rasmiylashtirib 12 ta viloyatdan ham xarid qilishlari mumkin. Ana cruise control bor, sport rejim bor, sidinalarimiz katta.
material salon, orqasi ham katta. Bu avtomobilda bitta so'z bilan aytganda nima? Tracker 2 ni puliga, bunday aytganda Captiva'dan katta mashina olasizlar. Qisqa qilib aytganda, gapni lo'ndasini aytib qo'ya qoldim. Xafa bo'lmang Sardorbek. Albatta, yo'q, shunaqa aka. Captiva'dan katta mashina olasizlar Tracker'ni puliga. Davom etamiz. Bu avtomobilga 6 yilga, 60 oyga, 5 yilga rassrochka ochildi. Bu to'lovlari haqida bitta aytib bersangiz. Xo'p, aka, to'lovlarga keladigan bo'lsak, oldin boshlang'ich to'lov 25% to'lab aka, faqatgina 12 oyga xarid qilishlari mumkin rassrochkaga. Xo'p. Misol uchun muddati endi cho'zildi aka. Oldin Cobalt Onyxdagi odamlar bir vohma qilishdi. Boshlang'ich 25% to'lasa 18 oy ekan yoki 15 oy ekan, 16 oy ekan deb. Biz endi boshlang'ich 25% to'lasalar 18 oyga rassrochkaga chiqarib beramiz. Aynan. Tasavvur qiling, inomarkalarni biz GM mashinalar haqida gapirganimiz yo'q. Inomarka haqida gapiramiz. Lekin buni puliga aka, buni segmentidagi mashinalarga yo'q narsalar bunga joylashgan aka. Opsiyalari ko'p. Albatta aka. Misol uchun buni gabariti aka, buni ходовой частьlari, buni качествоsi, bunga beriladigan garantiya aka. Odam o'zini qanaqa his qilishi inomarkaga glavnisi shu bog'liq aka. Albatta. Misol uchun usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lsa ham, unisi ham bo'lmaydi aka. Bu mashinamizga 12 ta viloyatdan maza qilib yuradilar, xohlasalar tog'ga chiqsinlar. Bu nidorожник o'zi aslida aka, Haval nidorожник ishlangan. Keyinchalik mana dizaynlab berishib aka bu mashinani shaharga moslashtirib chiqarildi. Ozgina shaharlashtirib. Albatta, shaharga moslashtirib. Agar tarixini olib qarasak, Havalni bular nidorожник bo'lgan. Asosan. Bular albatta tog'larga moslashtirgan mashina bo'lgan aka. O'sha uchun motorlari ham o'sha qolgan aka. An'anaga ko'ra, ходовой частьlari ham Havalniki eng zo'r hisoblanadi hozirda. Bu Haval avtomobilimizni to'rtala baloni mustaqil, to'rtalasi alohida обработка qiladi. Albatta. Yamani ham, balandni ham, toshni ham hammasini. Endi bu avtomobilga boshlang'ich to'lov necha pul dedingiz? Boshlang'ich aka 25% to'laydilar. 64 million so'm bilan страховкasi ichida aka, mashinani общий summasi ichida 64 million so'm bilan boshqa hech qanaqa ortiqcha hujjatlarsiz, ortiqcha to'lovlarsiz chiqadi. Shunday mashinani salondan olib ketadi. Nomiylarga rasmiylashtirib 18 oyga to'lab olsa, qolgan puli mashinani o'zini puli bo'ladi. Albatta, qolgani o'zini puli, hech qanaqa pul qo'shilmaydi. Yo'q, 1000 so'm ham qo'shilmaydi aka. Erta to'lab olsa, boyagi страховка puli qaytadi yana. Albatta, erta qaytarib olsalar yoki hatto bir oy oldin to'lasa ham страховка pulini qaytarib olsalar bo'ladi. Bemalol 4 million so'm pulni qaytarib olsalar bo'ladi. Vazirati bo'ladi. Vazirati bo'ladi. Endi rassrochkani 60 oyga ham qilib qo'ydik deganingiz, bu mashinaga 60 oy rassrochka to'lasa ham bo'ladi. Oyga bir 300 ming, 400 mingga tushib ketadi-ku. Agar mashinani bir 50%, 70% ni to'lasa, nima dedingiz? Shunaqa aka, boshlang'ich mana 50% lar bilan aka, xudo xolisa, puli bo'lsa. Boshlang'ich 50% menimcha mashina olmoqchi bo'lgan odamni menimcha aka 120 million, hatto 100 million puli bo'ladi. Albatta. 100 million so'm puli bo'ladi. Siz shu mashinaga 120 million so'm atrofiga pul to'lasangiz, 36 oy emas aka, 48 oygacha ham rassrochkaga chiqadi. 120 million pullar bilan hozir 48 oyga rassrochka olsangiz bo'ladi. Agar 70% pulim bor, ya'ni где-то 180 million yoki 200 million pulim bor desangiz, bitta Cobalt puli 160 million. Albatta aka, xullas mashinaga shunday to'laysiz, qolgan summasini aka, misol uchun 50 million qolyapti. Tannarxini aka 50 millionni mayda qilib 60 oyga o'zlariga ham nagruzka tushmaydi. 800 ming so'm. Albatta 800 ming so'm yo'q pulda to'laverasiz aka. Bilinmaydi ham. Albatta. Alimizda shu mashinaga to'laverasiz, tamom. 50 million pulni hech qanaqa foizlarsiz. Siz bankdan 50 million pul olsangiz ham kamiga hozirda aka 30%lik, menimcha 36%lik avtokredit, misol uchun kreditlar. 27-28 ham anchagina chaqib. Albatta aka, 28 o'shani 100 million so'm pul qaytarib beradi. O'shaning uchun biz mana shunaqa ustovalarni taklif qilamiz klientlarimizga. Bu avtomobilimiz Julion. Bu avtomobilimizda o'sha legendarniy Julion inomarkasi bo'ladi. Juda chiroyli ishlangan, shahar bob, juda eksklyuziv, har bir detalga e'tibor qilingan. Oldilari даже qaragan vaqtda даже BMW-ga ham o'xshab ketadi oldin oblisovkalari. Ko'pchilik shu bilan solishtiradi. Faralari ham juda o'zgacha dizaynga ishlangan. Xo'p, salonlariga keladigan bo'lsak, komfort istaydigan mijozlarimiz uchun mana shu mashinamizni taqdim etamiz. Elektronniy tablo, multimedia ruli,
Xo'p, 13 dyumli monitor, shaybalik boshqarish sistemasi, xo'p, 360 kamera, panorama tomi bor, elektronlik sidenalari bor. Xo'p, yana nimalar aka? O'zini o'zi parkovka qilish xususiyatiga ega. Ya'ni opa-singillarimiz juda qiynalishadi parkovka qilishga. Bu mashinamizga o'shanaqa funksiyalari ham bor aka. Беспроводный zaryadkalari ham bor. Orqalariga keladigan bo'lsa, orqalari ham salonlar juda keng ishlangan, juda chiroyli. Zo'r. Mazza qilib, xudo xolisa haydab ketsalar bo'ladi. Juda zo'r. Bu avtomobilimiz 3 xil komplektatsiyada. Birinchi komplektatsiyasi 280 million, ha? Da, albatta. 280 million so'm, ikkinchisi 310 million so'mmidi? 310 million so'm. 310 million so'm, uchinchisi 330 million so'm. 330 million so'm. Barchasida 100 ming kami bor. Ha. Albatta. 100 ming so'mdan hammasida kami bor va bu avtomobilimiz ham rassrochkaga ham avtokirga ham sotib bo'ladi. Albatta. Sardorbek, to'g'rimi? 36 oygacha bu mashinamizni ham rassrochkaga chiqaraveramiz aka. O'zini pulini. Albatta. O'zini pulini bo'lib to'lashga 36 oygacha, ya'ni 3 yilgacha hech qanaqa foizsiz to'lasalar bo'ladi. Ana shunday. Endi bizda yana avtomobillar bor. H6 modelini ko'rsatamiz. H6 modelini ko'rsataylik. Bu eksklyuziv ishlangan, ya'ni bu podzakaz kelgan, hozirda showroomimizga qo'yib qo'yamiz, lekin buni biz ertaga beraveramiz yoki bugun kechga klientlarimiz kelsa. Bu sotilgan egasi bor, ketadigan mashina. Hozir qilib qo'yishsa, ko'chaga turmasin deyishganiga, xo'p, bu mashinamizni qilib qo'yganmiz. O'zi hozir mana ko'rsatamiz deganimizga oshdim aka. Ya'ni klientlar o'tirib, anaqa rasm o'qib tashlamasin degan maqsadda. Mijozimiz avtomobili bu qanday eksklyuziv? Aka, bu qarang. O'zi seriya mashinamizni ko'rsangiz rangi. Eshikni ichiga kirsangiz aka, oranjiviy salon. Ichkarisida boshqa rang. Albatta, oranjiviy. Oranjiviyligi kombinatsiya bo'lgan. Zakazga keladi deng. Albatta aka, podzakaz keladi. Ko'pchilik avtosalonlar 10 kun, 15 kun kutasiz deydi aka. Zadержкасы bo'ladi, lekin bizda aka, xudo xolisa, skladimizda barchasidan, barcha modeldan, barcha rasvetkasidan mavjud aka, barcha xilidan. Xudo xolisa, hammasini terib qo'yamiz. Salon oq desalar ham, oqini ham topib beramiz aka. Xo'p, qoraga oq desalar ham, solcho seriga oq desalar ham aka, topib beramiz. Shampanskiga oq desalar ham aka, uni ham topib beramiz. Xudo xolisa, eng qizig'i aka, bunga hech qanaqa biz pul qo'sha olmaymiz. Tan narxi, misol uchun, hozir bu birinchi pozitsiyaniki aka, tan narxi 329 million 900 aka. 329 million 900 ga aka, hech qanaqa pul qo'shilmaydi, mashinani xarid qiladilar. O'zini puli. Albatta. Salonni o'zgarsa ham, rangi o'zgarsa ham hech qanaqa pul qo'shib bermaydilar. Bemalol xarid qilsalar bo'ladi aka. Ishlarni ochib beraman. Juda chiroyli, беспроводный zaryadkalari bor aka, akustikalari eng oxirgi anaqalik ishlangan aka komplektatsiyada. Gap yo'q. Elektronik sidenalari bor aka, massajlari bor. Juda chiroyli ishlangan. Sidenada massaj ham bor. Albatta, eng katta panoramalari ham bor aka o'zini. Yo'q, Saloni ham, bagajliklari ham ancha keng bo'ladi aka. Bu 2 qatorlikda, 3 qatorlik bo'lganda yana ham zo'r bo'lar edi. 3 qatorli mashinamiz ham bor aka, xudo xolisa uni ham ko'rsatamiz, albatta, hammasidan bor. Xo'p. Mana yukxonamiz. Yukxonaning kattaligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Voy bayo uzunligini. Qo'lim yetdi. Yetmay qolishi ham mumkin. Keyin buni aka shtorkalari ham bor, zavodskoy. Eksklyuziv Komplektda. Komfort jihatlarini ham ko'rsatib ketamiz. Bu yerga bemalol misol uchun qanaqadir akkuratniy narsalari bo'lsa ham kostyum albatta qo'yib kelsalar bo'ladi. G'ijim bo'lmaydi. Orqaga narsalari bo'lsa hamda qo'yilaveradi. Bu yerga o'zini aka samuferlari ham qo'yilgan. Zavodskoyda oxirgi komplektatsiyalar bular ham. Buni aka bonus sifatida emas, biz ushbu mashinaga qo'shib beramiz, eslatib o'taman. Biriga. Albatta, bu hech qanaqa bonus emas bu aka. Gap yo'q. Elektronika bo'ladi. O'zini diskalari zavodskoy aka. Chiroyli. Black piano juda ishlangan aka, qarang. Black piano bilan kombinatsiya qilingan aka, rangi juda chiroyli chiqqan. Ya'ni mana shu oynaning chetidagi mana bu elementlarimiz. Albatta, bu elementimiz va avtomobilning o'sha diskasi haqiqatdan ham mana bu yerda ham yana bor ekan.
shaharga kechqurun yurgan vaqtlari boshqacha aura berib turadi. Zo'r. Buni narxlari necha pul dedik? Xo'p, buni narxi aka bu ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi, ya'ni eng fullini 1.5 turbinaligi bo'ladi. Xo'p, 369 million 900. 369 million 900 ming so'm. Keyin 5 yil avtokreditga yoki lizingga xarid qilsalar bo'ladi. Xudo xolisa buni ham aka eng kam foizlar bilan ligotni avtokreditga chiqarib beramiz. Xo'p, iloji bo'lsa foizsiz variantini ham qilib berishga harakat qilamiz aka. Ya'ni рассрочка qilib berishga harakat qilamiz. Albatta, рассрочка bo'lmasa ham biz shunaqa bir variant qilib beramiz. Foiz qo'shilmaydigan variant qilib beramiz. Xo'p bo'ladi, gap yo'q. Zo'r. Bu H6 edi. Buni ikki turbinasi bor aka. Xo'p, uni ham hozir salonimizga oxiriga bo'lish kerak, ko'rsatib o'tamiz. Motor 2 turbina bo'ladi va 4 karra tur bo'ladi. 4 tala orqa ham tortadi shunaqa. 4 tala balon tortadigan versiyasi. Bu 1.5 turbinasi. Oldi tortadi. Da, oldi tortadi 369 million 369. Xo'p, aka, pikap mashinalarimizdan ichida yagona havola o'zim pikap mashinasi Wingle mashinamiz bo'ladi. Pikap Wingle ramalik avtomobil. Hoppa, 6 talik-a? Albatta. 6 talik. 6 talik 259 million 900 bo'ladi narxi aka. Hisoblaman. 259 millionga, lekin bunaqa marka aka uncha joydan topolmaydilar. Zo'r. Sifat bo'yicha juda zo'r ishlangan, kачество bo'yicha aka. Buni qarang, o'tirasiz. Eng qizig'i bu elektronika bo'ladi, Qani bitta ko'rsatingchi, men qanday o'tiribdi men. Bo'ladimi? Da, albatta. Hozir men yaqindan beri mexanik korobka minib yuribman-ku. Mexanik korobka minib yurganimga qo'rqmayman, bu ham mexanika. Tog'larga chiqishga 3 ga olib qo'yib, bitta bosib qo'yasiz, ketaverasiz. Albatta, buni o'zini shunaqa sportivniy tablolari bo'ladi, ichiga shunaqa cruise control bor. Kontroli ham bor aka, monitori ham bor, kichik bo'lsa ham elektronika bo'ladi, sidenalari kojinli bo'ladi va orqalarini ham bitta ko'rsatamiz. Mana bemalol 5 kishi maza qilib ketsa bo'ladi. Rulimiz qimirlar ekan do'stlar. Rulimiz qimirlar ekan. Koja salon, sidena elektronika, yurishlarimiz 2 tez, 4 sekin va o'sha nimamiz bor. Sidenamizni isitish bor ekan. Center zamok, oynani qizdirishlarimiz bor. Toqqa rosa mo'ljallangan va o'sha bog'larga mo'ljallangan avtomobil. Bu ham garantiyalik, ofitsialnidan Haval Wingle avtomobili, mexanika korobka, tog', bog', uy ishlariga mana bu pikap avtomobili. Albatta. Zo'r, pul arzon. Orqalari ham juda zo'r aka, keng ishlangan. Bemalol fermalarga aka yoki katta zavodlarga xarid qilishsa juda manfaatli bo'ladi. Ovlarga qiziqadigan aka-ukalarimiz, xo'ja akalarimiz ham xarid qilsa juda manfaatli bo'ladi aka bu mashinamiz. Orqamiz ressor ekan, oldimiz amortizator prujina edi. Shunaqa. Zo'r, gap yo'q. Buni bildik. Ana endi bu avtomobillar qaysi birini ko'rsatamiz? Xo'p, H6 modelini ko'rsatamiz aka. Bu H6 2 turboligimi? Da, H6 yo'q. 1.5 turbinaligi, buni ham 2 turboligi уже olib kirishmagan ekan aka. Olib bo'lsa ham aka xarid qilishgandir balkim. Bundan 1.5 turbina faqat qoraga qora rang aka, salonlarni. Qoraga qora, bu как обычный, haqiqiy klassikani xohlaganlar uchun klassik mashinamiz, qoraga qora. Hoppa. Zo'r. Klimat kontrol mexanический, stop startimiz bor, cruise control, gazovoy displeylar bor, HDAP displeyimiz bor ekan. Bu yoqda monitorimiz 14,5 dyuymga to'g'ri keladi. Avtomobilimiz tayyor. Ana endi bu avtomobillarni ko'rsatdik. Do'stlar, sizlarga qanday savol qoldi? Bizda hozir ko'rsatishimiz kerak Darko. Bitta Darkoni ko'raylik. Albatta. Keyin H9 avtomobilimiz hozir salonda men ko'rmadim. Da, H9 avtomobillarimizni aka qarang. Bizni bu gunoh klientimiz o'zi olib chiqib ketdi. Mana hozir H6 ni o'rniga o'sha yana H9 o'rniga H6 ni olib kirib qo'ydik. O'sha bugunoq o'sha xarid qilishdi aka. Kuniga biz o'sha 4 ta 5 ta kamiga mashina salonimizda xarid qilinadi aka. Mana bizni balkim salonni ichiga turgan mashinani xohlab qolishadi klient. Da, misol uchun oranjviga qora faqat salon bizga eksklyuziv mashinalarni salonimizga qo'yib qo'yamiz. Agar salonimizda o'ziniki yoqsa aka, shunda yoqdan olib chiqib beraveramiz aka. Chunki barchasi yangi mashina bo'ladi. Shunday. Xo'p, Dargo modeli bo'ladi aka. Eng full pozitsiyasi 430 million, ya'ni 429 million 900. Haqiqiy недорожный to'g'rani qotil aka bu.
Ha, yo'l tanlamas. Da, yo'l Ilgari bor. tanlamas. Endi shahar ichiga aka как suvga suzayotgandek suzib ketasiz. Shunaqa. Tog'ga ham lekin o'shanaqa suzib ketasiz aka. Ham shaharda, ham tog'ga bir xil komfortni his qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun zo'r mashina. Ha, bu mashinani so'z bilan ta'riflash qiyin. Qarangda, eng legendasi bilasizmi, dumaloq ko'zida buni. Agressiv ko'ziga turadi aka. qosh qo'yib qo'ygan-ku. Va aka, bilsangiz, qarang, oblisovkalari ham nozik did bilan ishlanganda bu aka, bu turish yasab qo'yilmagan. Bu matviy bo'lgan и bunga отдельно ishlov berishib, qo'shimcha ishlovlarni berib, o'sha matviy davom etganini qarasangizda. Va o'zini bu yerga отдельный dizayn bilan shunaqa mashinamiz off-road stilda yaratilgan. Qarang, mashinamizni ko'rgan vaqti bor off-roadni videoni berib turadi. His qilsin deydi-da odam. Lekin aka off-road mashinasi bo'lishiga qaramasdan, bilsangiz, ko'p modellarga, ko'p brendlarning mashinasiga shu off-road stildagi mashinalarning komfortini ko'zdan chetga qoldirishadi. Lekin bu mashinamiz aka ham massaj, ham klimat kontrol, aka panorama 360 kamera, besilfoy dostуп, aka o'zini hidab displeyi bor aka. Cruise control aka, даже rullariga isitish sistemalari ham bor aka. Shaybali boshqarish sistemasi xavfsizlik jihatidan juda kuchli ishlangan mashina. Metali buni ham 75% atsinkovniy bo'ladi. Xullas, mashinamizning komfortiga aka til bilan ta'riflash qiyin. Bir so'z bilan aytganda ham shahar, ham gap yo'q. Ishlab turibdi mashina, tayyor. Yurib turibdi. Kim istasa. Mana stilni qaranglar. Bu yoq alkantara, bu yoq koja, teshiklik koja, patologimiz qora va katta panoramamiz bor. Bu yerda yana bitta bo'sh joy bor avtomobilda. Orqasi ham kengina. Bu albatta nechta rasxod qiladi? Aka, rasxodi 8 ta 9 ta. 8 ta 9 ta. Da, albatta. Benzinda yuradi. 2 turbo chiqadi и rasxodi shahar ichiga maksimal 8 ta 9 ta yeydi aka. O'sha Danielaga, kakabichin bilasiz, rasxod juda kam bo'ladi, havo tushib ketaveradi. Tog'larga lekin mashinamizda to'g'risi shikolat yuradi desam ham bo'ladi. Bunga boshqa so'z topolmadim. Xudo xolasa. Qisqa qilib aytgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi deydi aka. Kelinglar salonga, mana taklif qilamiz. Bemalol kelib mehmonimiz bo'linglar. Choy, kofelarni o'tirib ichib, salqinginaga akalar kelib mashinalar bilan tanishib, test drive qilib, mashina olmoqchisizlar, yaxshi mashina olmoqchisizlar, garantiyali mashina olmoqchisizlar, rassrochka olmoqchisizlar, foizsiz variantga olmoqchisizlar, uzoq muddatga olmoqchisizlar. Xullas, barcha variant bizga mavjud. Imkoniyatimiz bor. Albatta, faqatgina to'liq ma'lumot olish uchun shu quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, ekrandagi raqamlarga yoki-da o'sha bitta lokatsiyamizni tushuntirib o'tamiz oxirida. Yaxshi bo'lardi. Shu yerga tashrif buyuringlar avtosalonimizga. Xo'p, lokatsiyamizni tushuntirib o'tamiz. Bunday chiqqandan to'g'rimizda Shohmet klinikasi bor. Aeroportda shunday mostidan shunday tushgandan aka, shunday o'ng qo'lga, yo'qdan chap qo'lga, shunday aeroportda tushgandan to'g'rimizda Shohmet klinikasi bor aka, mana. Haval Yakkasaroy avtosaloni, yonimizda Safiya joylashgan, yonimizda eski kardinka bor aka. Kelsalar, bu yerda ham mashinalarimizga to'la, bu yerda ham mashinalarimizga to'la. Xudo xohlasa kelsalar, barcha modellardan mavjud. Faqatgina aniq lokatsiya olmoqchi bo'lsanglar, shunday quyidagi raqamlarga yozib qo'ysanglar, Telegramdan biz lokatsiya tashlab berishamiz yoki ma'lumotlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, menejerlarimiz tushuntirishadi. Hisoblab berishadi, savollarga javob berishadi, zapchastlar ham bor, garantiyasi bor. Biror bir narsa topolmayotgan bo'lsangiz, topib berishadi. Tushunmagan joyingizni o'rgatib berishadi. Xullas, manzilni tushuntirdik, adresimiz mana shu yerda va telefon qilib kelsanglar yana ham xursand bo'lamiz. Eng yomoni, eng qattig'i kelsanglar hamma mashinadan test drive'da bor. Test drive qilib minib ko'rsanglar, ana unda bilasizlar. Albatta. Men ochig'ini aytaman, ishonch bilan aytaman, o'zi shu kunlarda o'ylab yuribman-da. O'zi bu Haval M6 avtomobili bir marta meni tanlovimda yutgan. Yana yutib turibdi-da. Xudo xohlasa. O'zimga ham bosib olish niyatim bor. Sizlarga ham men yangi mashina tilab qolaman. Velosiped olib minsangiz ham, samokat minsangiz ham yangisini mining. Mana avtosalonlar o'zlari rassrochka qilib, arzon qilib, narxlardan tushirib, 6 ta nechta bonus? Albatta aka, 6 ta emas, mayli 7 ta bonus ham qilib beraveramiz aka. 7 ta bonus. Uz obzordan deb qo'yinglar, sizlardan iltimos. Video nomiga ham yozib qo'ydik. Like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.